Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga shunday muhim ma'lumotni yetkazmoqchimanki, bu har biringizning kelajakdagi farovonligingizga, ayniqsa pensiya ta'minotingizga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz hozir aytadigan 3 ta eng muhim ma'lumotnomani ilmaygacha olmasangiz va tegishli joyga topshirmasangiz, shuni aniq bilishingiz kerakki, bir necha yillik pensiya stajingizni, ehtimol hatto o'nlab yillik ish stajingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Bu hayotiy muhim ma'lumot. Hozirda millionlab insonlar bu xavf ostida turibdi, lekin ko'pchilik bundan bexabar. Shuning uchun bu videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz yoki oilangizda shunday insonlar bo'lsa, bu video siz uchun oltin kabi qimmatlidir. Videoni boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamga yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati shundaki, so'nggi yillarda pensiya tizimida katta o'zgarishlar yuz berdi. Ilgari ko'pchiligimizning mehnat stajimiz va ish haqimiz haqidagi ma'lumotlar asosan qog'oz shaklidagi hujjatlarda, ya'ni mehnat daftarchalarida yoki arxiv hujjatlarda saqlanardi. Pensiya hisoblashda bu hujjatlar asosiy manba bo'lib xizmat qilardi. Pensiya jamg'armasi xodimlari siz taqdim etgan mehnat daftarchasiga qarab, uning ichidagi yozuvlar asosida sizning ish stajingizni va tegishli davrdagi ish joylaringizni aniqlashardi. So'ngra sizning o'sha davrdagi ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni arxivlardan yoki korxonalardan so'rab, pensiyaning miqdorini hisoblashardi. Bu jarayon ancha murakkab va vaqt talab qiladigan jarayon edi. Ba'zida arxivlar yonib ketgan, korxonalar tugatilgan, mehnat daftarchalarida xatolar bo'lgan yoki ulardagi yozuvlar tushunarsiz bo'lgan holatlar yuzaga kelardi. Bu holatlar ko'pincha odamlarning pensiya olish muddatini uzaytirar yoki ularning stajini to'liq hisobga olinmasligiga sabab bo'lardi. Endilikda esa pensiya tizimi to'liq raqamlashtirish bosqichiga o'tdi. Ya'ni davlatimiz barcha fuqarolarning mehnat staji va ish haqi ma'lumotlarini elektron bazaga kiritishni maqsad qilgan. Bu kelajakda pensiya hisoblashni soddalashtiradi, shaffof qiladi va xatolarni kamaytiradi. Biroq bu o'zgarishning bir nozik jihati bor. Elektron bazaga asosan 2005 yildan keyingi davrga oid ma'lumotlar avtomatik ravishda kiritilgan bo'lishi mumkin. Lekin 2005 yilgacha, ayniqsa sobiq ittifoq davriga oid staj va ish haqi ma'lumotlari elektron bazada to'liq aks etmasligi mumkin. Bu bo'shliqlarni to'ldirish uchun sizning shaxsan o'zingiz faol bo'lishingiz va zarur hujjatlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz talab etiladi. Hukumat tomonidan belgilangan oxirgi muddat 1 oydir. Agar siz shu muddatgacha bu bo'shliqlarni to'ldirmasangiz, elektron baza sizning stajingizni va ish haqingizni hisobga olmasligi, natijada siz ko'p yillik ish stajingizni va unga mos keladigan pensiya miqdorini yo'qotishingiz mumkin. Bu juda jiddiy oqibatlarga olib keladi. Chunki pensiya miqdori bevosita staj va oylik daromadga bog'liqdir. Shuning uchun bu masalaga juda katta jiddiylik bilan yondashishimiz shart. Birinchi asosiy qism. Siz bilishingiz kerak bo'lgan narsalar, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Pensiya tizimidagi raqamlashtirish jarayoni doirasida pensiya jamg'armasi barcha fuqarolarning mehnat staji va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni yagona elektron bazaga kiritishni yakunlashga harakat qilmoqda. Bu jarayonning samarali ishlashi uchun elektron bazadagi ma'lumotlarning to'g'riligi va to'liqligi juda muhim. Shuning uchun ham sizning shaxsiy ishtirokingiz, ayniqsa 2005 yilgacha bo'lgan davrlarga oid ma'lumotlarni tasdiqlashingiz zarur. Kim xavotir olishi kerak? Asosan quyidagi toifadagi fuqarolar ushbu masalaga jiddiy e'tibor qaratishlari lozim. 2005 yilgacha faol mehnat faoliyatini boshlaganlar. Agar siz 2005 yilgacha ishlagan bo'lsangiz va ayniqsa bu davrning asosiy qismi sobiq ittifoq davriga to'g'ri kelsa, sizning mehnat stajingiz va ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlar elektron bazada to'liq aks etmaslik ehtimoli juda yuqori. O'sha davrlarda ko'plab korxonalar o'zgarishi, tugatilishi yoki arxivlari tartibsiz bo'lishi sababli ma'lumotlar avtomatik ravishda o'tkazilmagan bo'lishi mumkin. Akit mehnat daftarchasida xatoliklar, o'chirishlar, tuzatishlar yoki tushunarsiz yozuvlar bo'lganlar. Ba'zida mehnat daftarchalariga noto'g'ri sana, lavozim, korxona nomi yozilgan bo'ladi yoki muhr aniq bo'lmaydi. Bunday xatolar elektron bazaga kiritishda ham muammolar tug'diradi va pensiya jamg'armasi bu davrni tasdiqlash uchun qo'shimcha hujjatlarni talab qilishi mumkin.
Asli bir necha ish joyida parallel ishlaganlar yoki qisqa muddatli shartnomalar asosida ishlaganlar. Bunday holatlarda ba'zi ish beruvchilarning ma'lumotlari pensiya jamg'armasi bazasiga to'liq tushmasligi yoki bir-birini takrorlashi mumkin. 4. Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanganlar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlagan bo'lsangiz va ijtimoiy ajratmalarni to'g'ri rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, bu davr stajingizga kirmasligi mumkin. Ayniqsa farzand parvarishi ta'tilida bo'lganlar. Ba'zi hollarda farzand parvarishi ta'tilida bo'lgan davrlar ham stajga kiritilishida muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa eski qonunchilikka ko'ra. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning barcha mehnat faoliyatingiz 2005 yildan keyingi davrga to'g'ri kelsa va siz rasmiy ravishda, ya'ni mehnat shartnomasi asosida ishlagan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz elektron tizimda avtomatik ravishda aks etgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Aksariyat hollarda 2005 yildan keyin ish beruvchilar pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda ma'lumotlarni topshirib kelganlar. Shu bilan birga, agar sizning mehnat daftarchangizda barcha yozuvlar aniq, muhrlar joyida bo'lsa va hech qanday shubhali joylar bo'lmasa, siz uchun xavotirlanishga sabab kamroq. Biroq ehtiyot shart, har bir kishi o'z ma'lumotlarini tekshirib olishi ortiqcha bo'lmaydi. Endi esa misollarga o'tamiz. Misol, Ahmad aka 1935 yilda tug'ilgan. Ahmad aka 1905 yildan 2000 yilgacha katta zavodda ishlagan. 2000 yilda zavod yopilgan va bir necha kichik korxonalarga bo'linib ketgan. 2000 yildan keyin esa kichik xususiy firmalarda rasmiy ishlamagan. Balki norasmiy mehnat faoliyati bilan shug'ullangan. 2010 yildan boshlab esa yana bir davlat tashkilotida rasmiy ishga joylashgan. Pensiya yoshiga yetganida Ahmad aka pensiya jamg'armasiga borgan. Uning mehnat daftarchasida 1915 yildan 2000 yilgacha zavodda ishlaganligi yozilgan. Ammo zavod tugatilganligi sababli uning o'sha davrdagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar elektron bazada topilmagan. Natijada pensiya jamg'armasi uning 15 yillik stajini tasdiqlash uchun zavodning arxiv hujjatlaridan ma'lumotnoma talab qilgan. Ammo zavodning arxivi yo'qolib ketgan yoki tartibsiz holatda bo'lgan. Agar Ahmad aka 20 oygacha harakat qilib, o'sha zavodning qoldiqlari joylashgan hududdagi arxivdan yoki zavodning huquqiy vorisi bo'lgan korxonadan o'zining ish staji va ish haqi to'g'risida ma'lumotnomani olib kelmagan edi, uning 15 yillik mehnat staji hisobga olinmasdi. Bu esa uning pensiya miqdorini sezilarli darajada kamaytirardi. Tasavvur qiling, 15 yillik stajni yo'qotish pensiya har oyda 100 minglab so'm yo'qotish degani. Bu bir necha 100 million so'm umrboqiy yo'qotishdir. Ahmad aka bu ma'lumotnomani topish uchun 2 oy vaqt sarfladi, lekin topdi. Siz ham shunday holatga tushmaslik uchun hozirdan harakat qiling. Dilnoza opaning mehnat daftarchasidagi xatolik. Dilnoza opa 1920 yilda tug'ilgan. Uning mehnat daftarchasida 1980 yildan 1998 yilgacha maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaganligi yozilgan. Lekin daftarchadagi maktabning nomini to'g'ri yozilgan yoki o'chirilgan muhr ham juda xira bo'lib, sanasi aniq emas. Elektron bazada uning 1990 yildan 1990 yilgacha bo'lgan staji haqida ma'lumot topilmagan. Bu holatda pensiya jamg'armasi xodimlari Dilnoza opadan maktabdan yoki xalq ta'limi bo'limi arxivlaridan o'sha davrdagi ish staji va ish haqi to'g'risida tasdiqlovchi ma'lumotnoma olib kelishini so'rashgan. Agar Dilnoza opa bu ma'lumotnomani 20 oygacha olmaganda, 8 yillik staji havoga uchgan bo'lardi. Bu esa uning pensiya miqdoriga katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sababi har bir yil staj pensiya miqdorini oshiruvchi omillardan biridir. O'sha 8 yil uchun pensiya hisoblanmasligi umr bo'yi pul yo'qotish degani. Faraz qiling, 8 yillik staj uchun har oy 2000 so'mdan ko'proq pensiya ola olmay qolasiz. Bu 3000 yilda bu mustaqil million so'm degani. Pensiya oluvchining o'rtacha umr davomiyligini hisobga olsak, bu juda katta summa. 3 misol, xavfli sharoitlarda ishlagan Botir aka. Botir aka 1960 yilda tug'ilgan. U 1960 yildan 2000 yilgacha kon sanoatida, ya'ni o'ta xavfli sharoitlarda ishlagan. Kon sanoatida ishlaganlik uchun unga imtiyozli pensiya huquqi beriladi. Ya'ni pensiya yoshiga boshqalardan ertaroq chiqishi mumkin. Ammo uning mehnat daftarchasida xavfli sharoitlarda ishladi degan aniq yozuv bo'lmagan, faqat lavozimi yozilgan. Elektron bazada esa bu lavozim avtomatik ravishda imtiyozli staj sifatida tan olinmagan. Bu holatda Botir aka o'zining imtiyozli stajini tasdiqlash uchun
kon boshqarmasi arxivlaridan maxsus ma'lumotnomani olishi shart bo'lgan. Ushbu ma'lumotnomada uning ishlagan davri, lavozimi va mehnat sharoitining xususiyatlari aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar u bu ma'lumotnomani ilmagacha taqdim etmaganida, uning kon sanoatida o'tkazgan 20 yillik staji imtiyozli hisoblanmasdi va u umumiy tartibda pensiya yoshiga chiqqanida pensiya olardi. Ya'ni u bir necha yil kechroq pensiyaga chiqishga majbur bo'lardi. Bu esa uning uchun bir necha yillik daromad manbaini yo'qotish bilan barobar. Shuningdek, imtiyozli pensiya miqdori ham oddiy pensiyadan yuqori bo'ladi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, eski davrlarga oid ma'lumotnomalarni yig'ish nafaqat stajni tasdiqlash, balki pensiyaning miqdori va pensiya olish huquqini belgilash uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuning uchun 20 oygacha bu masalaga jiddiy yondashishingiz va zarur choralarni ko'rishingiz shart. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi pensiya qonunchiligida ham istisnolar va murakkabliklar mavjud. Ba'zan oddiydek to'yilgan holatlar ham katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Bu qismda biz aynan shunday holatlarni ko'rib chiqamiz. 1. Arxivlarning mavjud emasligi yoki yo'qolganligi holatlari. Bu eng keng tarqalgan va og'riqli muammolardan biridir. Sobiq ittifoq davridagi korxonalar, kolxozlar, sovxozlar yopilib ketgan. Qayta tashkil etilgan yoki arxiv hujjatlari yong'inlar, suv toshqinlari, tartibsizliklar natijasida yo'q bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda ma'lumotnomalarni olish juda qiyinlashadi. Ba'zan imkonsizdek tuyuladi. Nima qilish kerak? Agar siz o'z ish joyingizning arxivini topa olmasangiz, birinchi navbatda tegishli vazirlikning hududiy arxivlariga murojaat qiling. Masalan, agar siz maktabda ishlagan bo'lsangiz, Xalq ta'limi vazirligining arxiviga, tibbiyot sohasida bo'lsangiz, Sog'liqni saqlash vazirligi arxiviga murojaat qilishingiz kerak. Agar u yerdan ham ma'lumot topa olmasangiz, sudga murojaat qilib, mehnat stajini guvohlar ko'rsatmasi asosida tasdiqlash imkoniyati bor. Bu uzoq va murakkab jarayon, lekin boshqa chorasi qolmaganda yagona yo'l bo'lishi mumkin. Sudga da'vo arizasi bilan murojaat qilishda kamida 2 nafar ishonchli guvohning ko'rsatmasi talab qilinadi. Ular siz bilan birga o'sha korxonada ishlagan bo'lishlari shart. Staj mehnat daftarchasi yo'qolgan yoki yaroqsiz holga kelgan holatlar. Ba'zi odamlarning mehnat daftarchalari yo'qolib qolgan, yong'inda yonib ketgan, suvga tushib yaroqsiz holga kelgan bo'lishi mumkin. Staj nima qilish kerak? Staj bunday holatda siz birinchi navbatda eski ish joylaringizga, ularning huquqiy vorislariga yoki tegishli arxivlarga murojaat qilishingiz kerak. Ular sizning mehnat faoliyatingizni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalarini berishlari shart. Agar ma'lumot daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, siz mehnat daftarchasi dublikatini berish to'g'risida ariza yozishingiz mumkin. Bu jarayon ham vaqt talab qiladi. Shuning uchun 20 oygacha bunga ulgurish uchun hozirdan harakatni boshlash muhim. Yakka tartibdagi tadbirkorlik va o'zini o'zi band qilgan fuqarolarning staji bu toifadagi fuqarolarning pensiya staji ijtimoiy soliq to'lovlari asosida shakllanadi. Agar o'sha to'lovlar muntazam ravishda amalga oshirilmagan bo'lsa, stajda uzilishlar bo'lishi mumkin. Nima qilish kerak? Agar siz ilgari yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz yoki o'zini o'zi band qilgan bo'lsangiz, soliq organlariga murojaat qilib, ijtimoiy soliq to'lovlari to'g'risidagi ma'lumotnomani olishingiz shart. Bu ma'lumotnoma sizning stajingizni tasdiqlaydi va pensiya jamg'armasiga taqdim etilishi kerak. 4. Asterisk vaqtincha mehnat faoliyatini to'xtatganlik yoki ishsizlik davrlari. Asterisk ba'zi odamlar hayotlarining ma'lum davrlarda ishlamagan yoki norasmiy ishlagan bo'lishlari mumkin. Bu davrlar qo'yda tariqasida pensiya stajiga kiritilmaydi. Biroq agar siz ishsiz deb ro'yxatga olingan bo'lsangiz va nafaqa olgan bo'lsangiz, bu davr stajga qo'shilishi mumkin. Nima qilish kerak? Agar siz ishsiz deb ro'yxatga olingan bo'lasidan tegishli ma'lumotnomani olishingiz kerak. Aks holda norasmiy ishlagan davringiz stajga qo'shilmaydi. 5. Ayollarning farzand parvarishi ta'tili davrlari. Hozirgi qonunchilikka ko'ra ayollarga farzand parvarishi uchun beriladigan ta'til davri pensiya stajiga kiritiladi. Biroq eski qonunchilikka ko'ra bu holat har doim ham to'liq hisobga olinmasdi. Nima qilish kerak? Agar siz farzand parvarishi ta'tilida bo'lgan bo'lsangiz, o'sha ish joyingizdan yoki arxidan bu davrni tasdiqlovchi ma'lumotnoma olishingiz kerak. Bu ayniqsa sizga erta pensiyaga chiqish huquqini beruvchi yoki stajingizni oshiruvchi davrlar bo'lsa, juda muhim. Bu holatlar pensiya jamg'armasi bilan shaxsan bog'lanish
va o'z holatingizni tushuntirish zarurligini ko'rsatadi. Har bir holat individualdir va standart yechim har doim ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun vaziyatni chuqur o'rganish va mutaxassis maslahatini olish muhimdir. Amaliy maslahatlar: siz nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismiga, ya'ni aniq amaliy harakatlarga o'tamiz. Sizdan nima talab qilinadi va qanday qilib ilmaygacha barchasini to'g'ri hal qilish mumkin? Inqadam mavjud ma'lumotlaringizni tekshiring. Ask pensiya jamg'armasi sayti yoki my.tongakov.uz orqali tekshirish. Eng avvalo siz o'zingiz shaxsiy kabinetingiz orqali uz portaliga kirishingiz va mening pensiyam yoki pensiya staji haqida ma'lumot xizmatini tanlashingiz mumkin. Bu yerda sizning elektron bazadagi mehnat stajingiz va ish haqingiz haqidagi ma'lumotlar aks etadi. Agar sizda bunday imkoniyat bo'lmasa, shaxsan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib, o'zingizning bazadagi ma'lumotlaringizni tekshirishingizni so'rashingiz mumkin. Sizga mehnat stajingizning hisoblangan davrlari va har bir davr uchun hisoblangan ish haqi ko'rsatib ma'lumotnoma berilishi kerak. Aslida mehnat daftarchangizni diqqat bilan o'rganing. Mehnat daftarchangizni olib, undagi barcha yozuvlarni, sanalarni, korxona nomlarini, muhrlarni diqqat bilan ko'rib chiqing. Ayniqsa 2005 yilgacha bo'lgan davrlarga alohida e'tibor bering. Agar qandaydir xatolik, o'chirish, tuzatish o'qilmaydigan yozuvlar yoki tushunarsiz muhrlar bo'lsa, bu siz uchun qizil chiroq hisoblanadi. Mana ilk qadam. Kerakli ma'lumotnomalarni aniqlash. Yuqoridagi tekshiruvlar natijasida sizning elektron bazadagi ma'lumotlaringiz va mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar o'rtasida farqlar aniqlansa, yoki bazada sizning mehnat stajingizning bir qismi umuman aks etmagan bo'lsa, sizga aynan qaysi davrlar uchun ma'lumotnoma kerakligini aniqlang. Ikkinchi qadam, ma'lumotnomalarni olish uchun murojaat qilish. Aslida bu eng muhim va vaqt talab qiladigan qadamdir. Sizga 3 xil ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Mehnat staji to'g'risidagi ma'lumotnoma. Qayerdan olasiz? Siz ishlagan korxonaning, tashkilot, muassasaning kadrlar bo'limi yoki arxividan olishingiz kerak. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning huquqiy vorisi bo'lgan korxonadan yoki davlat arxiviga murojaat qiling. Davlat arxivlari odatda hududiy bo'ladi. Masalan, viloyat arxivi. Aslida nima yozdirishingiz kerak? Ma'lumotnomada sizning ism sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, ishlagan davrlaringiz aniq ko'rsatilishi shart. Masalan, 1905 yil iyundan 2000 yil 25 maygacha ix zavodida tokarlik lavozimida ishlagan. Ma'lumotnoma korxonaning blankasida rasmiylashtirilib, rahbar imzosi va muhri bilan tasdiqlanishi shart. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Qayerdan olasiz? Bu ma'lumotnoma ham mehnat staji to'g'risidagi ma'lumotnoma olingan joydan, ya'ni korxonaning buxgalteriyasi yoki arxividan olinadi. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, hududiy arxivga murojaat qiling. Astirish nima yozdirishingiz kerak? Bu ma'lumotnoma sizning pensiya hisoblanadigan davrdagi, odatda 5 yilning eng yuqori daromadli yillari, oylik ish haqingizni har bir oy uchun alohida ko'rsatilgan holda o'z ichiga olish kerak. Misol uchun 1935 yil yanvar 100.000 so'm, fevral 10.000 so'm va hokazo. Ushbu ma'lumotnoma ham korxona blankasida bosh buxgalter va rahbar imzosi hamda muhr bilan tasdiqlanishi shart. Asterisk imtiyozli staj tasdiqlovchi ma'lumotnoma agar mavjud bo'lsa, agar siz xavfli, zararli sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz yoki maxsus imtiyozlarga ega bo'lgan boshqa ish turlarida faoliyat yuritgan bo'lsangiz, masalan, konchilik, kimyo, harbiy xizmat va boshqalar, bu ma'lumotnoma ish beruvchingizdan, uning huquqiy vorisidan yoki tegishli vazirlik arxivlaridan olinadi. Astash nima yozdirishingiz kerak? Bu ma'lumotnomada sizning ishlagan davringiz, lavozimingiz, mehnat sharoitlari, masalan, yer ostida ishlagan, radiatsion zonalarda ishlagan va hokazo aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bu pensiya jamg'armasiga sizning imtiyozli pensiya olish huquqingizni tasdiqlash uchun xizmat qiladi. Tarqadam pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Astosh barcha zarur ma'lumotnomalarni yig'ib bo'lgach, siz shaxsan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilasiz. Barcha yegan hujjatlaringizni, shu jumladan mehnat daftarchangizni, pasportingizni va yuqorida aytilgan ma'lumotnomalarni taqdim etasiz. Ma'lumotnomalarning asl nusxasini va nusxalarini ham olib borish tavsiya etiladi. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizning hujjatlaringizni ko'rib chiqib, ularni elektron bazaga kiritishadi yoki mavjud ma'lumotlarga qo'shimchalar kiritishadi. Asl 5 qadam. Jarayonni nazorat qiling. Hujjatlarni topshirib bo'lgach,
pensiya jamg'armasidan ularning qabul qilinganligi to'g'risida tasdiqnomani yoki kiritilganligi haqida ma'lumotnomani olishni unutmang. Bir muncha vaqtdan keyin yana My.Biz orqali yoki shaxsan pensiya jamg'armasiga borib, sizning ma'lumotlaringiz elektron bazaga to'liq kiritilganligini va barcha staj davrlaringiz hisobga olinganligini tekshirib oling. Eslatma. Bu jarayon vaqt talab qiladi. Arxivlardan ma'lumotnoma olish bir necha kundan bir necha haftagacha cho'zilishi mumkin. Shuning uchun bir maygacha ulgurish uchun hozirdan harakatni boshlash eng to'g'ri yechimdir. Har bir kuningiz qadrli. Xulosa qilib aytganda, bugungi videoyimizning asosiy xabari shuki, sizning pensiya kelajagingiz hozirgi harakatlaringizga bog'liq. Bir maygacha bu ishda eng muhim ma'lumotnomani olishni ortga surmang. O'z mehnat stajingizni va ish haqingizni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ib, pensiya jamg'armasiga topshirish orqali siz o'zingizning qonuniy pensiya huquqingizni himoya qilasiz va kelajakdagi farovonligingizni ta'minlaysiz. Bu jarayon murakkab bo'lib ko'rinsa ham, uning ahamiyati shuni talab qiladi. Zero. Bu bir necha yillik, balki o'nlab yillik pensiya daromadingizni saqlab qolish imkoniyatidir. Unutmang, o'z haq-huquqlaringizni himoya qilish har bir fuqaroning burchidir. Umid qilamanki, bu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Biz ularni imkon qadar javobsiz qoldirmaymiz. Ushbu videoni o'zingizning yaqinlaringizga, do'stlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot ularning ham hayotida juda katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.